Baliqlar uchun tirik ozuqalarning umumiy ahamiyati. Tirik ozuqalar baliqchilikda baliqlarning sog'ligi, o'sishi, ko'payishi va umumiy hayotiy faoliyatini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu tabiiy ozuqa manbalari baliqlarni tayyorlangan yemlardan farqli ravishda tabiiy muhitga moslashtirib, ularning ekologik va fiziologik ehtiyojlarini qondiradi. Tirik ozuqalar oqsil, yog'lar, vitaminlar va minerallar bilan boy bo'lib, baliqlarning muskulli to'qimalari, suyaklari va ichki organlarining rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, yosh baliqlar uchun tirik ozuqa energiya manbai sifatida xizmat qilib, ularning vaznini tez oshirishga yordam beradi. Baliqlarning ozuqa hazm qilish tizimi tabiiy ozuqaga moslashganligi sababli tirik ozuqa tayyorlangan yemlarga qaraganda yaxshiroq so'riladi. Bu esa o'sish sur'atini 20-30% gacha tezlashtirishi mumkin. Tirik ozuqa baliqlarning tabiiy oziqlanish instinktini faollashtiradi. Bu esa ularni yirtqichlik va ozuqa izlash qobiliyatini oshiradi. Bu xususiyat ayniqsa fermer xo'jaliklarida yetishtiriladigan baliqlarni tabiiy suv havzalariga chiqarishdan oldin muhim ahamiyat kasb etadi. Baliqlar tirik organizmlarni ta'qib qilish, ovlash orqali jismoniy faolligi ortadi. Bu esa ularning umumiy holatini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Tirik ozuqalar tabiiy mikroelementlar va antioksidantlar bilan boy bo'lib, baliqlarning immun tizimini kuchaytiradi. Bu esa kasalliklarga, masalan, bakteriyalar infeksiyalarga yoki parazitlarga qarshi himoya qiladi. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tirik ozuqa bilan oziqlangan baliqlar tayyorlangan yem bilan oziqlanganlarga qaraganda kasalliklardan 15-20% ga kamroq zarar ko'radi. Tirik ozuqa urg'ochi baliqlarda tuxum sifatini va miqdorini oshirishga yordam beradi. Bu esa baliq populyatsiyasini ko'paytirishda muhim o'rin kasb etadi. Masalan, ko'payish davrida sazan yoki oq amurga tirik ozuqa berish tuxumlarning rivojlanishini tezlashtiradi va tuxumdan chiqish foizini 10-15% ga oshiradi. Erkak baliqlarda esa sperma sifatini yaxshilanadi. Bu esa naslni saqlashda muhim omil hisoblanadi. Ekologik jihatdan tirik ozuqa suvda ozuqa zanjirini muvozanatlashga yordam beradi. Masalan, suv o'tlarini filtrlab, suv sifatini yaxshilaydi. Bu esa baliqlarning uzoq muddatli hayotini ta'minlaydi va fermer xo'jaliklarining barqarorligini oshiradi. Tirik ozuqalarning turlaridan biri bo'lgan dafniya odatda suv burgalari sifatida tanilgan. Cladocaria turkumiga mansub mayda plankton qisqichbaqasimonlar turkumiga kiradi. Ular butun dunyo bo'ylab hovuzlar, ko'llar va daryolar kabi chuchuk suv muhitida keng tarqalgan. Dafniya chuchuk suv ekotizimlarining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ko'plab organizmlar, shu jumladan baliq va boshqa umurtqasizlar uchun asosiy ozuqa manbai bo'lib xizmat qiladi. Dafniya odatda turlariga va atrof muhit sharoitlariga qarab kichik, uzunligi 0.2 dan 5 mm gacha yetadi. Ular shaffof yoki shaffof tanaga ega bo'lib, mikroskop ostida ichki organlarini oson kuzatish imkonini beradi. Ularning tanasi himoya qobig'i bilan bo'lgan karapas bilan o'ralgan.